Xo'p, shuni aytib ketmoqchi edim. Birinchi masalada men rulda emasman, do'stlarimiz shu yerda. Xo'p, ikkinchi masala, hozir Nurafshonga ketyapmiz. Bugun soat 3:30 da Nurafshonda sudimiz bor. Sud jarayonlariga qatnashamiz. Yana bir qancha ishlarimiz bor. Bugun yana bitta efirimiz ham bor. Kechga tamam. Yana bir narsani aytmoqchiman. Shu bilan birgalikda bundan juma kuni bo'lsa kerak, yo payshanba kuni. Payshanba kuni Farg'ona viloyati Furqat tumanida bir qancha ustozlar, murabbiylar 35-maktabning jamoasi tomonidan bir qancha murojaatlar shu darajada tez kela boshladi. Bir yarim soat ichida 50 ga yaqin murojaat bo'lib ketdi-da, yarim soat ichida. Keyin endi men o'qib ko'ryapman, hammasida xo'p, Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi maktablarda rotatsiya ishlari bo'layotgani, ya'ni o'sha 35-maktabning o'quv va tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari 3-maktabga direktor bo'lgan, 3-maktabning direktori yana 1-maktabga direktor bo'lgan, yana u maktab direktori bu yoqqa, bu zavch bu yoqqa, shunaqa rotatsiyalar bo'libdi, joylarini, o'rinlarini almashtirish va 35-maktabning Furqat tumanidagi, Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi 35-maktabning o'quv va tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimi bo'sh qolgan ekan. Va ularni endi aytish bo'yicha aytyapman. Ular yozgan menga juda ko'p o'sha SMSlar deymizmi, Telegram messenjeri orqali yuborgan murojaatlarida. Keyin chorshanba kuni eshitishimizga qaraganda o'sha Furqat tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i, maktab direktori hamda Gulirano Qosimova uchalasi chorshanba kuni shomga yaqin deyishyapti. Demak, 3-4larda kelgan bo'lsa, 3 soat o'tirib xonada gaplashdi va bizga deyishdi, juma kuni yo shanba kuni Gulirano Qosimova o'quv va tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosar bo'lib kelishini aytishdi. Eshitishimizga qaraganda shunaqa bo'ldi dedi. Keyin undan keyin maktab jamoasi yig'ilib Gulirano Qosimovani o'quv va tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosar bo'lib kelishiga qarshi bo'lishibdi. Buni eshitgan ba'zi ota-onalar ham qarshilik bildirib o'qituvchilarga murojaat qilgan, o'sha maktab direktoriga murojaat qilishibdi. Juda ko'p murojaatlardan keyin oxir oqibat shu menga ham murojaat qilishga majbur bo'lishibdi. Shundan keyin o'sha 50 ga yaqin yuborilgan xabarlarning ichida keraklisini olib men o'zimni Telegram messenjerim orqali, Telegram kanalim orqali o'sha murojaatni yo'lladik. Murojaat kecha qaraganda 50 dan ortiq podelitsiya deymiz, o'sha boshqalarga yuborilibdi. Xullas, ko'rgan odamlar 4000 dan oshib bo'lgan. O'sha o'quv va tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida avval muqaddam ishlagan kadrning xonasini o'qituvchilar hammasi jam bo'lib bermaymiz deyishibdi. Unga bizning maktabimizdan birorta xona ajratmaymiz deyishibdi. Xullas, maktab direktoriga to'polonlar qilishibdi. Maktab direktori hammang tilingni tiy, jim ishla, senlar hal qilmaysan bu masalani deyishibdi. Yana jamoa yig'ilib to'polonlar bo'libdi. Xullas, shanba kuni ham va bugun oxir oqibat ertalab Furqat tumanidagi 35-maktabni direktori opa ekanlar, ayol kishi. Bugun borib maktab va maktab ta'limi bo'yicha mudiri oldiga qabulga kirib, maktabga o'quv va tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari qilib Gulirano Qosimovani ola olmasligini, barcha jamoa, maktab jamoasi uni rahbar lavozimida ishlashiga qarshi ekanligini, buni oqibatida shu maktabda notinchlik, xodimlar o'rtasida kelishmovchilik, tartibsizlik bo'lishi mumkin ekanligi to'g'risida, tinchligi, ya'ni jamoaning tinchligi buzilishi to'g'risida borib aytibdilar va xullas o'quv va tarbiya
tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari qilib olmasliklarini bildirib qaytibdilar. Kelib 35-maktab jamoasini barchalarini yig'ib, hatto maktab direktori yig'lab aytib beribdi, shunaqa menga bosim bo'ldi, shunaqa holatlar bo'ldi. Kechiringlar, biz hammamiz sizlar bilan ahil inoq bo'lib bir jamoa bo'lib ishlamoqchimiz degan gaplarni aytib, hatto shu yig'labdilar ham. Jamoa hozir bugun bir qanchalari yana menga murojaat qilib, opani mazalari qochib qoldi, maktab direktorini yig'ladilar, biz hammamizni yig'ib gapirdilar, ularga ham shunaqa bosim bo'lgan ekan. Opa, biz hammamiz bitta jamoa bo'lib shu xodimni bizga kelib rahbar bo'lib ishlashiga norozi bo'lib fikrimizni bildirib va biz g'olib bo'ldik, rahmat sizga deb yana murojaatlar jo'natishdi va shundan keyin ularni o'sha yuborgan bir qancha o'nlab, 20lab murojaatlarni yig'indisi qilib olib yana post joylab qo'ydik. Xullas kalom, o'quv va tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari ham bo'lmaydigan bo'libdi 35-maktabga. Hurmatli pedagoglar, hurmatli maktab jamoasi, sizni ahilligingiz, jipsligingiz, birdamligingiz tahsinga sazovor. Umuman har qanday maktabda ham agar birdamlik bo'lsa, jipslik bo'lsa, u yerdagi birorta gap so'z, u yerdagi birorta bir nohaqlik yo bo'lmasa bir ko'ngilsizlik bo'lmaydi. Hamma birdam bitta kuch bo'lib, bitta jamoa bo'lib ishlasa, ayniqsa ta'lim dargohlarida menimcha bolalarga berayotgan ta'limingiz, tarbiyangizda ham unum bo'ladi, o'zingizda ham ishingizda baraka bo'ladi, kayfiyatingiz a'lo darajada bo'ladi, chunki ishxonadagi kayfiyat ayniqsa maktablarimizda 95%, 90% jamoa tarkibi ayollardan iborat. Ayollar xursand bo'lib yursa, shu ishida ham, oilasida ham hamma joyda unum bo'ladi. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangi o'quv choragi boshlandi ham adashmasam. Hammangizga kuch-quvvat, charchamang. 4-choraklarni ham yaxshi yakunlab, ta'tillarga chiqib, hammangiz bir kuch, bir jamoa bo'lib ishlashingizda omadlar tilab qolaman. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad, barcha obunachilarimizni kunlari xayrli o'tsin. Omad hammalariga. Bugungi kun mazmun, daromadli, omadli kun bo'lishini tilab qolaman. Sog' bo'lasizlar.